Instagramga qarasam hamma sovg'a olish ilinjida yoriga sevimli taomini pishiryapti. Onam sovg'asiz qolmay deb yorimni eng yaxshi ko'rgan taomlarini pishirishga tushib ketdi. Eng yaxshi ko'rgan taomlari bu tovuq bilan kartoshka. Oldinlari ikkalasini ham qovurib faqat dimlardim. Bu safar boshqacha yo'nalishda tayyorlab ko'rdim. Birinchi bo'lib tovuqlarimizni yaxshilab yuvib, pichoq yoki vilkada yaxshilab tilimlab olamiz. Keyin esa tuz va xohlagan pripravlarimizni sepib 1 soatga olib qo'yamiz. Ungacha kartoshkalarimizni o'rtacha shaklda to'g'rab olamiz. Tillarang holga kelguncha qovurib olamiz. Pishadi desam ishonmanglar, duxovkaga usti qattiq-qutur bo'lishi uchun past olovga 10 minutga qo'yib yuboramiz. Ungacha vaqtimiz bekor ketmasligi uchun tovuqimiz uchun sous tayyorlab olamiz. Sousimiz uchun 2 qoshiq tomat pastasi, ukrop, chesnok va qaynab sovitilgan suv kerak bo'ladi. Aralashtirib, tovuqimizni pishirishga tushamiz. Tovuqlarimizni ham yaxshilab qizartirib, qovurib, yog'ini tozalab, sousimiz bilan birga dimlab qo'yamiz. Bu orada kartoshkalarimiz pishgan bo'ladi. Kartoshkalarimizni duxovkadan olib, ustidan ukrop, chesnok va xohlagan pripravlarimizni yaxshilab aralashtiramiz. Bu orada xo'jayim telefon qilib, salat egalari kelayotganini aytdilar va men tez salat qilishga tushib ketdim. Salatga uydagi bor narsalardan soldim. Salat barg, tuzlangan bodring, pomidor, indeyka go'shti, quymoq va qizimdan qolgan oxirgi laysni qo'shib yubordim. Salatim ham, ovqatim ham tayyor bo'ldi. Yorimga yoqdi degan umiddaman. Sizlar ham shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, tanishilarga jo'natib qo'yinglar. Nima ovqat qilib berasizlar?